Bu holat ushbu mavsumdagi birinchi martasi emas. Madrid derbisida Atletico va Real 1-1 hisobda 1 ochkoni o'rtada bo'lib olishganidan so'ng Karlo Bobo aytgan edi. To'g'risini aytsam, men VAR qarorlarini tushunmayapman. Klub TVS esa juda ham qiziq gaplarni aytgan edi. Biz maydonda nafaqat raqibga qarshi, balki butun boshli hakamlar birlashmasiga qarshi to'p suryapmiz. Atleticoning goli uchrashuv bosh hakami Cesar Sotogrando goli, VAR bosh hakami Bengoeche assisti bilan. Tushunib turganingizdek, Carlos Sake'ga bo'lgan hujumning bu birinchisi emas. Madrid TV surishtiruviga qaraganda, hakamning ushbu va avvalgi mavsumdagi uchrashuvlarda ham katta xatolarga yo'l qo'ygan. Anglab turganingizdek, Real raqiblari foydasiga qilingan xatolar. Carlos Sake VAR bosh hakami bo'lgan Real Espanyol uchrashuvida Fran Garcia'ni raqib jarima maydonchasida yiqitishgani uchun hech qanday penalti a favor del Real Madrid bermagani yoki Ispaniya grandlarini dodini beradigan Getafe Madrid uchrashuvida Vinini jarima maydonchasida yiqitishganda penalti bermagani, uchrashuvning oxirgi daqiqalarida Ibrohimjonni yiqitishganda ham penalti yo'qligi, xullas tushunib turibsizki, bu ishlar kecha boshlangani yo'q. Shaxsiy fikrimga ko'ra, agarda maydonda umri qisqa, uchrashuvdan keyin hakamlarning uylarigacha borib tahdidlar, farzandlarining maktablarda kamsitilishi va hokazolar oxir-oqibat bir narsaga, psixologik bosimga olib keladi.